Tushda qarg'anish, qarg'ash ko'rishning ta'birlari. Ichki iztirob yoki afsuslanish. Kimnidir ranjitgan bo'lishingiz yoki sizni kimdir ranjitgani uchun o'zingizni yomon his qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Ogohlantirish. Bu tush sizga biror muammoni hal qilish, adolatli bo'lish yoki kim bilandir ochiqchasiga gaplashish kerakligini bildiradi. Dushmanlik yoki hasad. Agar tushda sizni kimdir qarg'ayotgan bo'lsa, bu sizga hasad qilayotgan odam borligini anglatishi mumkin. O'zini himoya qilish. Tushda qarg'anayotgan bo'lsangiz, bu siz ichki ruhiy bosim ostida ekaningizni va o'zingizni himoya qilishga urinayotganingizni bildiradi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.